Men Turdiyev Abbosxon, birinchi kurs magistrantiman. Bugungi kunda Toshkent davlat texnika universitetida eko innovatsiyalar loyihasi bo'yicha tanlovlar bo'lib o'tyapti. Men bu tanlovda o'z loyiham bilan ishtirok etyapman. Men loyiham nomi ozonlash orqali oqova suvlarni tozalash hisoblanadi. Loyihada asosan tadqiqot obyekti sifatida Qo'rg'oshin konidan to'planayotgan suv olindi. Bu suv tarkibida og'ir rangli metallar bo'lganligi sababli ularni ionli flotatsiya va ozonlash bilan tozalash va toksik zarar yetkazadigan, ekotizimga zarar yetkazadigan og'ir rangli metallarni ajratib olish va ichimlik suviga qadar tozalashga qaratilgan. Bunda o'sha ionli flotatsiya va ozonlashda asosan qo'llaniladigan bir ikkita reagentlar bor. Bular sirt faol moddalar hisoblanadi. Sirt faol moddalarga layner, sodium va sulfonatlar kiradi. Bular o'sha ion pofakchalari flotatsiya davomida pofakchalar hosil qilib, suv yuzasiga o'sha ionli metallarni olib chiqadi va suvni tozalashga yordam beradi. Ozon esa bu dezinfeksiya kuchli ozonlash dezinfeksiya qiluvchi kuchli gaz hisoblanadi. Ya'ni u oksidlovchi, kuchli oksidlab suvdagi organik va noorganik moddalarni yo'q qilishga yordam beradi.